Demak, iqtidor to'plami 8-yozma ish 41-masala. Uchala DNK molekulasi mavjud bo'lib, 3 ta DNK molekulasi mavjud bo'lib, ular tarkibida vodorod va fosfodiferlar farqi mos ravishda 1, 2, 1,5 nisbatda. Tak, ikkinchi DNK molekulasi tarkibida guaninlar soni 82 ta debdi. Berilgan ma'lumotlardan hozircha buni yozib oldik. Bizga guaninlar soni 82 ta. Ikkinchi DNK molekulasida guaninlar soni 82 ta. Demak, guaninlar 82 ta bo'lsa, ikkinchisiga guaninlar yozamiz. 82 ta. Demak, sitozin ham o'z-o'zidan 82 ta bo'ladi. Ikkinchi DNKda adenin va timin o'rtasida 136 ta vodorod bog' mavjud. Ikkinchi DNKda adenin va timin o'rtasida 136 ta bog' mavjud. Ya'ni adenin va timin o'rtasida 136 ta bog' mavjud bo'lsa, 2 ga bo'lganimizda adenin soni kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda hisoblashimiz kerak. 136 bo'lingan 136 bo'lingan 2. 68 ta. Demak, 68 ta adenin. 68 ta. 68 ta vodorod bog'lar mavjud. Demak, bizga aytibdi, birinchi DNKdagi jami sitozinlar umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil etadi. Ya'ni sitozin bu yerda 20% ni tashkil etar ekan. Demak, adenin timin juftligi sitozin bilan timinni 50% bo'ladigan bo'lsak, 20% sitozinni ayiradigan bo'lsak, timin shunda 30% bo'ladi. Quyidagi savollarga javob bering debdi. Xo'p, ma'lumotlardan bizda yana nima ma'lumot bor? Bizdagi mana bu yerda ikkinchi zanjirdagi jami vodorod va fosfodifer bog'larining sonini topishimiz mumkin. Unda qanday topamiz? Fosfodifer bog'lar soni umumiy yig'indadan 2 ta kam bo'ladi. Ya'ni bu yerda 68, 68, 82, 82 qo'shiladi. Ya'ni umumiy son tak. Bu yerda 68 qo'shilgan 68 qo'shilgan 82 qo'shilgan 82. Umumiy uglevodorod nukleotidlar soni kelib chiqadi. 150 300 ta ekan. 300 ta nukleotid bor. 300 ta nukleotid bo'lsa, demak 298 ta efir bog' bor. Sabab har bitta DNKda bittadan bog' kam bo'lgani hisobiga, ya'ni 2 ta bog' kam bo'ladi. 198 ta efir bog' bor. Vodorod bog'lar sonini qanday topamiz? Vodorod bog'lar soni 300 ta nukleotidga shunchaki guanin sonini qo'shib qo'yamiz, ya'ni 82 ni. Umumiy qiymati esa 382 ta bo'ladi. 382 ta H bog' efir. Demak, bizda mana bu berilgan nisbatlar vodorod hamda efir bog'larning farqi so'ralgan ekan. Ya'ni bir-biridan ayirganimizda farq shunaqa so'ralgan ekan. O'zi farq qanday topiladi? Bizda vodorod bog'lar 382 ta, efir bog'lar esa 298 ta. Farq topamiz. 382 dan 298 ga ayirishamiz. 84 ta. Demak, 84 ta farq chiqyapti. Bizda ikkinchi bog'da farq 84 ta bo'lsa, birinchi bog'dagi farq topamiz. X teng 2 marta kam bo'lsa 42 ta. Bu yerda Y teng 3 6. Demak, 63 ta farq qilar ekan. Birinchi zanjirdagi nukleotidlar sonida o'zi farq qanday topildi? Birinchi zanjir haqida ishlab ko'rsak bo'ladi. Ya'ni umumiy nukleotidlar soni birinchi vodorod bog' sonini topaman. Umumiy nukleotidlar sonini n ta deb olaman. Ya'ni noma'lum bo'lgani uchun vodorod bog'lar sonini topish uchun n ni ko'paytirishim kerak 1.2 ga. Nimaga desa, sitozin 20% bo'lsa, 1.2 ga ko'paytiramiz, 30% bo'lsa 1.3 ga ko'paytiramiz. Mana shunday qilib vodorod bog' soni chiqadi. Demak, bu
bizga mana shu yerda yozgan ifodamiz bu hash bog'lar soni. Endi efir bog'lar soni qanday bo'ladi desa, n minus 2 bo'lsa efir bog'lar soni bo'ladi. Biz buni tinglamadan bir-biridan ayirib tashlaganimizda umumiy farq 42 ga teng bo'lsin debdi birinchi DNKda. Demak, bu yerdagi ifoda efir bog' ayirganimizda 42 chiqishi kerak. Xo'p, tinglamani ishlab ko'ramiz. N'lar ayrilib ketadi. Umumiy bu yerda mana bu yerda had deb olish kerak. Qavs ochilganda buni ifodasi teskari bilan o'zgaradi, ya'ni tak qavs ochilganda 1.2 n minus n plus 2 ifodasi o'tadi, teng 42. Tak 2 ayrishib o'tadi, 40 qoladi. Tak n'lar ayrilganda 0.2 n, ya'ni n teng n teng 2 ta. Demak, umumiy nukleotidlar soni 2 tani tashkil etadi. Uchala DNK tarkibida guanin va sitozin o'rtasida joylashgan jam vodorod bog'lar sonini toping debdi. Demak, 3-bog'ni ham biz topishimiz kerak hisob-kitob qilib. Tak. Uchinchi bog'da ham boyagiday topib olamiz. Faqat bunga m harfini berib qo'yamiz. Ya'ni m vodorod bog'lar sonini topish. Demak, bizga aytibdi 3 ta DNK tarkibida guanin va sitozin o'rtasida joylashgan vodorod bog'lar sonini toping. Topishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, bizga umumiy nukleotidlar sonini 3-DNK haqida ishlayapmiz. Ya'ni 3-DNKda umumiy nukleotidlar sonini m ta deb olamiz. Tak, bu yerda sitozinlar sonini, misol uchun sitozinlar soni xo'p, m ta bo'lsa, sitozinlar sonini plus qo'shaman. Vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Endi bundan kelib chiqqan sondan ayiraman. Umumiy nukleotidlar sonidan 2 ni ayirib qo'ysam, efir bog'lar soni kelib chiqadi. Ya'ni vodorod bog'lar sonidan efir bog'lar sonini ayirganimda boyagiday 63 chiqishi kerak ekan bu yerda. Xo'p, boyagi masaladan. Endi qavs ochganimizda m plus s minus m plus 2 teng 63 bo'lib chiqadi. 2 yoqqa demak ayirib tashlasak 61 qoladi. M dan m ni ayirib tashlaydigan bo'lsak hech narsa qolmaydi. S sonini o'zi qoladi. Demak, sitozin soni 61 ta. 3-zanjirda sitozin soni 61 ta. Demak, sitozin soni 61 ta. Xo'p, bizda deyarli ma'lumotlar chiqdi. Birinchi savol so'rayapti bizdan. Uchala DNK tarkibida guanin va sitozinlar o'rtasida joylashgan vodorod bog'lar sonini toping debdi. Vodorod bog'lar sonini topish uchun demak menda birinchi DNKmizda umumiy hisobda 200 ta nukleotid bor deb hisobladik bu yerda. 200 taning 20% sitozin. Xo'p. Javob ishlaymiz. 200 tani 100% bo'lsak 20% qancha bo'ladi? X teng 40 ta sitozin bor. Demak, 40 ta sitozinni ko'paytiraman 3 ga. Yo'q, hozircha 40 ta sitozin bor deb o'ylaylik. Sitozin soni kelib chiqdi. Birinchi zanjirdagi. Ikkinchi zanjirdan topamiz. 82 ta sitozin bor. Ikkinchi zanjirda 82 ta sitozin bor. Uchinchi zanjirda boya hisobladik 61 ta sitozin bor. Hammasini qo'shib chiqamiz. Tak 3 8 1 183 ta sitozin bor deb oldik. Har bir sitozin va guanin juftligida 3 tadan vodorod bog' bo'lishini hisobga olsak, vodorod bog'larini toping debdi. Demak, ko'paytiramiz.
9 tur 549 ta HV bor ekan. Keyingisi B javobi. Birinchi DNK va ikkinchi DNK nukleotidlarini farqi nechta deyapti. Birinchi DNKda qisqasi nukleotidlar soni boya hisoblaganimizda nukleotidlar soni 300 ta chiqqandi. Ikkinchisida 200 ta edi. Demak B javob 300 minus 200 farq 100 taga teng. C javob. Birinchi DNK tarkibida vodorod qollar sonini toping debdi. Birinchi DNK tarkibida umumiy 200 ta nukleotid bor. 200 da 20% ga 20% sitozin bor. 1.2 ga ko'paytirib qo'ysak 200 40 ta. H chiqadi.